Hammaga salom. Bugun sizlar bilan akne haqida gaplashib o'tamiz. Uni kelib chiqish sabablari, akne o'zi nima va yechimlarini ko'rib chiqamiz. Ismim Jahongir, qani ketdik. Akne bu inson organizmidagi epiteliy to'qimasida, ya'ni yuz, bo'yin, ko'krak va orqa qismidagi va soch follikullaridagi yog' bezlarining yallig'lanishi hisoblanadi. Akne bu yallig'lanish demak. Uni keltirib chiqaradigan asosiy 5 ta sabab haqida ko'rib o'tamiz. Birinchi sababi bu ozuqaviy allergiyalar, ya'ni biz kundalik iste'mol qiladigan hayotimizdagi ajralmas qismi hisoblangan ovqat ratsionidagi ortiqcha yog'lar, uglevodlar, qo'shimcha konservantlar va shakar eng asosiysi. Ikkinchi asosiy sabablaridan biri akneni bu yuqori androgenlar. Androgenlar o'zi nima desak, bu androgen erkaklik gormonlari hisoblanadi. Buni organizmda miqdori oshib ketishi ham yog' bezlari faoliyatini buzib, yuzga va boshqa sohalarga ugri toshishiga sabab bo'ladi. Androgenlar hozirgi kunda ayollarda ham oshib ketyapti va o'shani hisobidan immunitet tushishi, soch to'kilishi, tez charchoq va yuzdagi ugrilar kelib chiqishi mumkin. Va yana bitta qo'shimcha DGT, ya'ni dihidrotestosteron degan gormonimiz bor. Bu testosteronga qaraganda 2-3 barobar kuchliroq gormon hisoblanib, buni miqdori ham oshib ketsa, bu yuzimizga ugri chiqishiga sabab bo'ladi. Uchinchi sabablarga keladigan bo'lsak, bu vitamin A yetishmovchiligi. Vitamin A o'zi nima? Vitamin A organizmda qanday vazifalari bor? Vitamin A bu epiteliy to'qimasini yangilanishiga va uni nam holatda turishiga sababchi bo'ladigan eng muhim teri uchun vitaminlardan biri hisoblanadi. Agar buni kundalik iste'molimizda yetarlicha qabul qilmasak ratsionda, bu terimizni qurishiga, sochlarning to'kilishiga va turli xil kasalliklarga olib keladi undan keyin. Yana bir sababimiz mineral, sink va oltin gugurt. Minerallar bu organizm o'zi ishlab chiqara olmaydi, lekin unga juda ham muhtoj minerallarga va organizmdagi uning roli juda ko'p, juda katta hisoblanadi. Juda kam miqdorda kerak bo'lsa ham bizga. Sink bu o'zi nima? Sink bu antioksidant va immunitetni kuchaytiradigan eng muhim minerallardan biri. Jamiki yallig'lanishga qarshi kurashadigan har qanday minerallar bu to'g'ridan-to'g'ri terimizni holatini yaxshilanishiga ham sabab bo'ladi. Va eng oxirgi asosiy faktorlarimizdan ugrini keltirib chiqaradigan yuqori estrogenlar. Estrogenlar bu ayollik gormonlari hisoblanadi. Bu gormonlar miqdori o'ynab ketishi asosan o'smirlarda, ya'ni menstruatsiya holatida ko'pincha kuzatiladi va 40 yoshdan oshgandan keyin menopauza holatida ayollar juda yaxshi bilishadi. Bunaqa holatlarda ham yuzimizga ugri chiqishi mumkin. Bu 5 ta sababni ko'rib chiqdik va bunga yechim bo'la oladigan 5 ta yechimni sizlar bilan hozir ko'rib chiqamiz. Akneni yo'qotadigan 5 ta yechim. Birinchi sabab keto dieta, keto ratsion. O'zi umuman ketoz protsessi nimaligini hozir qisqacha tushuntirib o'taman. Organizmimizdagi yog'larni parchalanishidan hosil bo'ladigan foydali energiya ketoz deyiladi. Ikkinchisi regular ochlik. Regular ochlik bu ko'pchilik yilda bir marta bo'lsa ham tutadigan roza. Bu organizmimiz uchun juda ham foydali, ayniqsa ichak hazm qilish sistemasi, qon tomirlar, jigar detoksikatsiya protsessi ketadi va shuni hisobidan terimiz ham tiniqlashadi. Uchinchi yechimlardan bittasi bu kundalik yetishmaydigan vitaminlar organizmimiz uchun. Vitamin A, vitamin E, vitamin B3 va hokazo teri uchun kerak bo'ladigan vitaminlar. To'rtinchi yechimlardan biri kundalik minerallar. Bular ham organizmimizda ishlab chiqarilmaydi, lekin ratsiondan u narsani biz qabul qilishimiz kerak. Agar qabul qilmasak, terimiz shunaqa bizga nega qabul qilmayapsan degan narsani ko'rsatadi. Ikkinchi eng asosiy sabab bu stress. Stress bu organizmni ich-ichidan kemiradi, yemiradi. Buni nojo'ya ta'sirlarini keyingi videolarda ko'rib chiqamiz. Hammaga xayr, sog', salomat bo'linglar. Bundanda qiziqarli videolarni o'tkazib o'tmaslik uchun iltimos obuna bo'lib qo'ying.